yangi mashinalarimiz mana. Redline Tracker. Redline Onyx. Redline Tracker oqidan. Cobalt. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'ppozimiz aka-ukalar. Mashinalarni rosa chiroylilardan olib kelib qo'ydik. Yangi pachkalardan, pachkalardan xudo xolasa har xilidan. Kechagi gap so'zlarga akalar, unaqa haliginaqa 5 yildan beri kuzatayotgan aka-ukalar yozilgan yo'q. Unaqa hali kechagi gap bo'yicha akalar. Lekin uzr so'raymiz. Bu yangi muxlislarning gap so'zlari bo'lyapti ekan, kechagi gap so'zlar akalar. U o'zi eskidan tanishtirib 5 yildan beri eshitib kelayotgan aka-ukalar prikolniy chiqsin deb so'rab olayotgan aka-ukalar bor edi. Shularni anaqasini endi boshqacha ham gapirsak bo'laveradi. Endi bu yerda har xil gap so'zlar bo'lib ketib qolar ekan. Unda sizga erk bermang, sizga endi bu akalar bu prikolniy chiroyli, haligiga hammaniki bilan bir xil chiqish uchun emas akalar bu. Niya 5 ni chiqarish uchun har xil. Yeniki niyatingiz buzuq bo'ladigan bo'lsa menda emas aka, haligiga fikringiz buzuq bo'lib, fikringiz boshqa tomonga ketib qolayotgan bo'lsa menda emas aka. Manaqa 12 deyapman, manaqa 12 kallalari deyilyapti, manaqa oldi ablisovkalar deyilyapti akalar bu yerda. Mana bu redlinelardan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, uzoq yaqindagi chet elda yurib, Farg'ona Sila deb Farg'ona brendtaligini yozayotgan aka-ukalarga, o rosa ko'pgina chet elda, Rossiyada juda ko'p joylardan yozayotgan aka-ukalar qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz. Akalar sizlar uchun ham yangi muxlis ekansizlar, akalar sizlar uchun uzr so'rab o'tib ketamiz. O'zi aslida bu gap hech kimga tegishli emas. Ko'ngillarga ham tegmasin. O'zi aslida erkak kishi bo'lgandan keyin bir qator ko'rib turib, keyin oilaga taklif qilinadi o'zi aslida. Noto'g'ri tushunadigan bo'lsangiz, oldin o'zingiz ko'rib olib, oilaga keyin taklif qilinadi. Agar oilaga misol uchun to'g'ri keladigan bo'lsa, qo'yib bersangiz bo'ladi. Oldin bir qator erkak kishi o'zi ko'rib olinadi-yu. O'zi aslida hech qayerga ruxsat yo'q o'zi. Biz men dadam rahmatli, onam rahmatli aytgan, ayol kishi faqat bilmasanglar bilib olinglar akalar. Ayol kishi faqat bolam degan. Bozorga chiqishga bitta narsaga ruxsat bor, xolos, boshqa narsaga emas. Ayol kishi deyilgan. Ayol kishi faqat qanaqa bozorga emas akalar, bitta bozorga ekan akalar. Unda ham sigir bozorga chiqishga, sigirni tekshirib olishga shunga ruxsat bor ekan, xolos, boshqa joyga ruxsat yo'q ekan o'zi aslida. Mening u hali kechagi bugungi hali sizlarga paniyatga o'rgatish boshqa tashqa emas. Har xil tushunib, yana bir narsalarni haligina chuvalashtirib yuborish shart emas akalar. Bu prikolniy, kulgili, shunaqa haligina niya bishni hammaniki bilan bir xil chiqmaganligi uchun shunaqa har xil prikol qilib tanishtirib ketaman akalar. U noto'g'ri tushunib olish o'zingizlardan akalar. Lekin ko'ngillarga tekkan bo'lsa, qattiq gapirilgan bo'lsa akalar, uzr so'rang, aniq so'rab qo'yarlar. Boshqa gap yo'q. Endi bismillah deb mashinalar tanishtiradigan bo'lsak, akalar oqidan ham qorasidan ham 8-paysa avtomat korobka Redline'dan eng fulli deyilayotganidan Redline'dan bular. Tracker'da ham Redline, qizlar ham, ayol kishilar ham ko'pchiligi yoqtirayotgan oqidan qorasidan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 50% pulini beradigan bo'lsa 5% akalar. Foiz umuman yo'q. Foiz degan narsa umuman yo'q. 30 oyga, yana keyin kelishib olsak 3 yilga kelishib olsak, uni u yog'iga kesinglar hisob-kitobini chiqarib 5 yilgacha ham kelishib hisob-kitobini chiqarib bera olamiz. U yog'i foizli bo'lib ketadi. Unisini aytib deb kesinglar kelishtiramiz. Avtomat korobka Cobalt so'rayotganlar 2025 pachka yurmagan hammasi nolobga mashinalar. Klaska, praska yurgan probel so'rash shart emas akalar. Hammasi bez nomer turibdi, hammasi nomeri ham yo'q. Bez probel hammasi. Yangi pachka mashinalar. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, 1-paysa, 2-paysa, 6-paysa, 3-paysa hammasidan bor. Tanlab olinglar kelib. Hammasidan. Cobaltlarni ham avtomat korobka manaqa mexanikasidan qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz akalar. Shu mashinalarni xudo xolasa ota-onalarni haliginaqa xizmatlarni qilib, uzoqini yaqin qilib, qo'linglar ko'ksinglarda shunaqa xizmatlarni qilib yursanglar biz xursand bo'lamiz. Hamma oilaga nasib qilsin shunaqa yangi pachka mashinalar. Shuning uchun olib kelib qo'yilgan akalar.
tezlashib, shashilishib, like, podpiskalar dadadadan qilib berib turiladi. Mana 40 ta 50 ta yangi mashinalar olib kelib qo'yildi. Rangini ham har xilidan, assortiment tanlab olinadi. Bu BYD deymiz, xudo xolasa kesanglar, kelishadigan holatda bo'lyapmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisini 22 ming dollarga 2020-yil. Yana har xil tushunmaylar akalar. 20 yutganimni bildirma deyiladigan o'zimizni eski haligiga tanishtiradigan narsalar. Yana har xil tushunmaylar akalar. 20 yili shuning uchun chiroyliroq chiqsin deb aytib deb ketilyapti. Bu mashina Xtel'dan, Malibu Xtel'dan 20 ming dollarga qo'yildi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpiskalarni to'xtatmaymiz. Gaz, suv, svet hamma yo'qi bor. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 35 ming yurgan kraskasi. Ha, sotildimi? Bo'ldi. Bunisi haliginaqa Rossiyadan turib xudo xolasa deb Allohni qo'shib, haliginaqa inshaalloh olaman mashinani, shu mashinani deb haliginaqa yaxshi niyat qilib, rosa ko'pgina yozayotgan ukamiz bor. Xudo xolasa nasib qilsin, inshaalloh tezlashib keling-ki, bo'lmasa kimgadir nasib qilsa bismillah deb beramiz-ki. Buni 6,5 ming dollarga dokumentlari ichida, generalnisi ham, bank rasosi ham hech nimaga rasos qilmaydigan holatda shunaqa holatda qilib berilyapti. 2,5 ming dollarga bo'ladigan bo'lsa, 4 ming dollarni bank holatda qilib beramiz. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha chiqaradi. Oylik to'lov bo'ladigan bo'lsa, 3 yilligi bo'lsa, 2 yilligi, 2 yilligi 3 million 300 mingdan pasayib 1 million 300 mingga to'g'ri kelishi mumkin ko'rib beriladi. Xatodan ko'ra qaymog'ini so'rayotgan kukalarga ichlarini olib qo'ymaysiz, simni ko'tarib olmay qo'yarsiz. Ko'rib qo'ysin. İçlari aka o'ta go'zal ekan, mana akalar ko'ringlar. Bunisini 7 ming dollarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan 7 ming dollarga qo'yildi. Egasi ham 7 ming dollarga berdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 2,5 ming dollar pul oladigan bo'lsa, qolganining tayyor krediti bor. Bir oyligini ham to'lab qo'ying, kesanglar, kelishtirib, bir tomonga sirib beramiz inshaalloh. Bunisi 2015-yilda Hatavoy motor, sharofga o'ta go'zal holatda. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Oq qor tagiga desanglar, shamolda bor, bo'ronda yo'q aytadi. Gaz, suv, svetga ham limiti yo'q, eng qizig'i. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 7,5 ming dollarga qo'yildi. Buni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa generalning dokumentlarini ichida qilib beramiz. Lekin o'zi maza qilib meni. Cho'llar yangi ekan, akalar mana ko'ringlar. Poliy hamma yo'q bor ekan. Akalar onu 341 Nexia'ni so'rayotgan kukalarga sotildi. Mana bu Matizimiz ham sotildi. Mana onisi mana 1600 dollarga olingan mashina 1400 dollarga qo'yildi. Ertaga kungacha oxirgi kun, agar ertaga oxirgi kun kesanglar, akalar mashina 1400 dollarga hisoblab chiqsa olib ketadi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2 million so'mdan tayyor krediti bor. 2 million so'mdan 14 oy krediti bor. 5% xudo xolasa foiz yeb bo'lgan, tugagan. Foiz umuman foiz qolmagan. 2 milliondan 14 oy krediti bor. Общий summasi 4,5 ming dollarga hisob chiqaradi. Cho'llar yangi ekan, akalar mana ko'ringlar. Yurgan kilometrlari. Bunisini 4 ming dollarga oldik, 4 ming dollarga generalnisini ichida qilib beramiz. 2014-yil kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like podpiskalar 2014 akalar ko'ringlar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, mana ham ko'rsatib qo'yaylik. 2020-yil gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Ichida navorot, pavorot tomdan polgacha polni shumka, chqol polilarda ham yangilardan hisob qo'yilgan.
Kirasiga bir tomchi ham yo'q, umuman kiraskasi yo'q. 5700 dollar qo'yapmiz 2020-yil. Chuqurlar mana yangi ekan akalar ko'ringlar. Bunisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan toza kiraskasi yo'q, akalar. Gaz, suv, svet, to'g'ri nima deydi? Chol polilargacha, chollargacha, sizingalargacha koreyaskiy va shikalatini avtomatik коробка bo'lib ham ko'pchilik avtomatik коробкani siparish so'rayotgan akalarga 6,5 ming kam bor, ozgina yong'in qilib beramiz. Kiraskasi yo'q, toza. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2011-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini 4,5 ming dollar deyilyapti. Bunisini ham generalnisini ichida qilib beramiz. Ikkalasini ham olamiz ichlarida. Yangi balonlar taqilgan. 289 ming yuriyor. Avtomat. Bunu 4,5 ming general ichida dedimi? 4,5 ming general ichida balonlar. 580 partiyali. Chexol polilar taqilgan. 105 ming yuriyor. 165 ming. Rabiya yaxshi ko'rinmadi. Boshqa zo'r sastayadi. 2010-yil, 2008-yil ikkalasini ham 2500 dollardan qo'ydik. Kimga qiziq oladigan bo'lsa, kiraskasini so'rayotgan akalarga buniki bitta krilada bor, monis qayerda borligi esimda yo'q. Dastur svet, to'rtta balon, ходовой motor коробка o'ta go'zal holatda. 1000 dollar beradigan bo'lsanglar ham bank berilaveradi. Chamamda 500 dollarga ham chiqarsa kerak mana. Aylantirib oladi. Ana 800 ga ham chiqaraveramiz bankka akalar. To'rtta balon yangi. Cheg'ol polilari mana. Salon 330 ming yurgan akalar. Polni shumka akalar mana. Tomlariga shumka. Shuni zaman yangi. 2,5 mingga beraveramiz akalar. Ikkalasini ham. 2008 yili bitta kriloda kraskasi bor. Olqin aka. Salonlar 327 ming yurgan bu. Kimga qiziq bo'lsa akalar, pastga nomerlar qoldirib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Qator mashg'ulot beraverdik. Va tikoyimizchi? Diko 800 dollarga beraveramiz. 800 dollarga beraveramiz aka. Yangi balonlarda. Yillar 99. Chevrolet bo'ylari bor mana. 296 ming yurgan. Endi olasan-da buni. To'lqin aka yaxshimi hamma-yu? O'ta go'zal holatda. Qani, yaxshi bo'lyapsizmi? To'g'rimi? Mana oshnam oxiriga o'g'li bilan kelib bir qator xabar olib ketyapti ekan. Mana mashinasi mana pullik olsin deb qo'yamiz. Mana mashinasini olib qo'yamiz. Aka neski so'raganlarga 15 ta qilib qo'yibsiz aka yana. Yana qator kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, yillari ham yana keyin 2015-yil lyuks kansa. Bu tomonda 9 yo'q ekan, 9-yil yo'q ekan, hammasi. 9 umuman yo'q. Yana keyin tonirovkani ham ruxsatnomalari Ha, tonirovkalar ruxsati bor. Navrot, pavrot, oborotigacha bor. 2015 ekan aka yili ham. Oqqortagi desa shamolli bor, bo'ronday qaytadi. Hol emas-ku. Salonlari ham o'ta go'zal ekan, omad. Dunyo keldimi, g'amu alamga, to'xtan kirdimi, to'ymadim nesikiga deydigan aka-akalar. Kondisioneri ham bor ekan buni. Ha? Kondisioneri ham bor ekan. Конечно. Borligi u yoqda tursa ishlaydi. Bo'ldi, ketdi aka. Bunisi 2010-yilda ishlab chiqarilgan, muqaddam sudlanmagan 30 klass Devoyevich ekan bunisi. Bunisini 3700 dollarga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, generalnisini ichida qilib beramiz.
Yaxshi. Juda chiroyli aka mashinalaringiz. Bunisi 2013-yil. Bunisi 2013-yil 4500 dollarga qo'yilgan. Endi ertaga kunga tezlashib kelamiz akalar. Ertaga kunga bo'ladiganimiz generalnisini ichida qilib beramiz. O'zi 4,5 ming dollarga eng pastiga qo'yildi, endi generalnisi ham ichida bo'lyapti. O'ta go'zal ekan aka. Balon holatlarga ham o'xshaydi. Buni Balonlar endi sizda yangi bo'ladi-yu aka hammasi. Buni qarang, salonni ko'r, kuzov ichini ko'r. Buni qarang, miya dam oladigan ekan, o'ta go'zal. Vapshi. Salonlari ham vapshi nomeradi aka. Gentrani rollarini qo'yib qo'yibdi. Bunisi 2014-yil dedingiz-a? Bunisi 14 ga 15, bunisi ham qiziqarli, zerikarli emas. Kraskasi petno bor ekan. Oldi kapotda petnosi bor, xolos, boshqa joyda yo'q. Aytib deb aka. Uli harib qolmagan, harib doskada qolgan deyilyapti, boshqacha. aka mana shu mashinangiz 5000 ga qilib bering bir kunga. Kecha 5,5 da o'zi, bugun 5000 ga qo'yib bering. 5000 dollarga akalar, unaqa ukam 5000 dollarga qo'yib bering degan ukam, men qo'yib bera olmay qolpam deydi-yu. Qo'yib bera olmay qolpam degandan tashqari akalar bitta bonus generalnisi ichiga. Malades. Bu 2015-yil mashinangiz ekan-a? Bunisi 2015-yil kansenerlari ham ishlayapti. Orqada petnosi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni 5,5 ming dollarga qo'yiladi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 5000 dollarga generalnisi ichida buni. Aka, bir kunga. Mana shu mashinangiz 4900 qilib bera olmaysizmi bir kunga ertagalikka? Bunday qilamiz bunda. Hech nimaga rasot qilmaydi. Generalnisi ham bank rasoti ham ichida 5000 dollarga bo'lsin. Voy, malades. 4650 ekan, unda. 4600 ham deb hisoblayvering. Bo'ldi. Hamma yo'g'ini o'z qilib berasiz. Bo'ldi. Stereokopiyaga ham rasot qilmaydi. Qornim ochib ketdi desa, ABS avtoriga ham ichida mashinasi. Davlat raqamini ko'rib qo'ysin. Bo'ldi. 895 ekan. Yili 2015-yil. Qiziqarli, zerikarli emas. Bunisi 2013. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini ham 4500 dollarga qo'yilgan Cameo deyilgan mashinamiz. Endi bu generalnisini ichida qilib beramiz ertaga kunga. Bir kunga? Bir kunga. Amma. Spark rollari bilan o'ta go'zal ekan. O'rtoqlar kelaverasizlar mana. Hammanglar ali xursand bo'lib ketasizlar beda. 4500 dollar generalnisi. Xudo xolasa. Davlat raqamini ko'rib olib. 932 kraskasi yo'q, sapa joyida petnosi bor, to'g'ri. 4,5 ming dollarga qo'yiladi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4000 dollarga eslab chiqasiz. Aka 3900 ga qilib bering shuni. 3900 ga bo'ladigan bo'lsa, bank rasoti ham ichida bo'lsin. Bo'ldi. Hisoba 4000 ga, hamma yo'q ichida bo'lib ketdi. Siz aytasiz, men qaltirab turaman. Bo'ldi. Bunday bo'ladi, onday bo'ladi deydigan akangiz emas. Ammo yomon teribsizlar, aka neysiyan, ha? Qotoq, ip chizdingizmi? Ip tortdingizmi, aka? Bu o'zi soldatskiy mashina. Ha. Soldatga o'xshab qator singlab qo'ydi. Hali kechagi negativchiga gapingiz bor edi, aka. U o'zi oladigan nima bo'ldi? Eshitadigan nechta bo'ldi? U negativ emas, ha. Prosta oila bilan ko'ryapsiz deganiga chiroyli o'zini anaqasini aytib o'tib ketyapsiz. Mana furalarni ikkalasini ham bittasini 55 ming dollarga qo'ydik narigisini. Bitta sotildi kecha. Kecha 3-chi sotildi akalar. Bu ikkita qoldi yana. Bittasi bir hafta bo'ldi, bittasi 15 kun bo'ldi kelganiga. Turkiyadan keldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hali denida o'zi sotiladi akalar. Buni 2000 dollarga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamiz 2000 dollarga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 6 oyga 5,5 ming dollarga kelishaveramiz. Kraskasini so'rayotgan kukalarga petnosi bor, xolos. Mashinaning salon doziga ham 7-800 dollar tutib qo'yilgan. Zamonatlari bilan. 20-yil. 21 u. Ha, 21 mi? Ha, 21 toza kraskasi yo'q. 100 ming yurgan. 800 dollarga qo'yilgan mashinamiz. Ertaga bir kunga bo'ladigan bo'lsa, qiziqarli joyi ertaga bir kunga bo'ladigan bo'lsa, tezroq kelamiz akalar, 8300 dollarga qilib beramiz. Aka, mashina purishlar bugun oldida men bozorda ko'rdim. 100 ming yurgan 2019 ni 8000 ga oldi aka. Mana shu mashinani 8000 ga qilib bering aka. 21 u. Mayli, 8000 ga qilib bering. Akalar kimga qiziq oladigan bo'lsa, bos gazin deydigan joy keldi, boshqacha Hech nima qilib bermaymiz, 8000. Abdushiga qiziqarli, kraskasi yo'q, 100%. 100 ming yurgan. Kraskasi agar kraska chiqib qolsa, puldan 100% kelishib savdo qilaveramiz. Kraskasi yo'q, tekshirtirib olindi. Bunisi 20. Bunisi 2020-yil shumka, navrot, pavorot, aborotlargacha bor. Mers rug'lar qo'yilgan, o'zi shumkalari ham bor. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Oqqor tagiga desa, shamolda bor, bo'ronda qaytadi. 1900 dollarga chiqaradigan narsa deb kechayinda ham aytilgan. Endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa 1700 dollar chiqarib beramiz. Общий summasini 8000 dollarga qilib beramiz.
2015-yil 2-paysda Gentra. Ha, kraskasi yo'q deb olindi bu mashinamizni. Ha, toza 2015-yil 2-paysi. Balon, hadovoy, motor, korobka o'ta go'zal holatda. Rangi ham qalbiylar rangidan. 3 diskalari ham qo'yilgan ekan, ha? Hayır, 3-paysdan diska balonlar. Navorotlar deyilyapti-yu. Mana oldi fiyat aynalargacha qo'yilganda bu. Ha. Juda chiroyli mashina ekan mana shu mashina. Chiroy chimman joyida. Akamga, ukamga, dadamga, padarkaga desa bemalol uyatmasdan, qo'ymasdan, sababi toza mashina. Bunisini 8000 dollarga hisob kitob chiqaradi. Bunisini bu ham 15-yil Mokri so'rayotgan aka-ukalarga 8500 dollardan to'lamon qilib sotayotgan mashinamni endi 7500 dollarga ertaga bir kunga qo'yib. Mana shu Mokri'ni ertagalikka 7200 ga qilib bering. Buncha unaqa qilib boryapti. Siz ham, 7200 ga qilib bering. Aka arzonlatish kerak-ku, arzonlataylik. Bismillah deb keldi Norad akalar 7200 ga desa men generalnisi ichida deyman. Olinglar aka. 2015 kraskasi petno xolos. Mashinaning holati o'ta go'zal ekan. Xudo xolasa aka olganlar baraka topyapti. Bunisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, 3-paysi. Rostakamdan avtomat korobka 3-paysi. ABS, MABS hamma yo'g'i bor, qiziqarli, zerikarli emas akalar. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Bunisini 8800 ga qo'yilayotgan mashinamiz ertaga bir kunga bo'ladigan bo'lsa, o yüzden ko'ring, nima bo'ldi? 8000 dollarga qo'yib yuboraman aka. Ertaga kunga bir kunga nima bo'ldi? Ertaga bir kunga shashilib kelaveramiz akalar. Ishlarni ham ko'rsatib qo'yiladi. Haqiqiy 3-paysi ekan aka. Yuklari ham bor. Manzillar, telefon nomerlarini aytib beramiz. Rostdan 8000 mana aka? 8000 dollarga Abdushiga aka. Mana xaridorlarimiz ham keldi. Ko'rishyapti. Biyali 99 ga javob beradigan kilometr yo'lada o'rtoqlar. Qani aka keling endi. Gatib beraylik. Qani? Ismi nima? Mo aka men bitta Hozir. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Mana Primo efirda o'zingiz salomingizni yetkazib oling mana. Primo efirda ketyapsiz. Primo efirda. Rossiyadan akamiz Rossiyadan telefon qilyapti ekan, mana Rossiyadan telefon qilib hozir qanaqa mashina kerak aka? Kobaltmi? Lasetti. Endiroda aytib o'tib ketgan, Rossiyadan yozayotgan aka, o'sha mana ukasini jo'natib, o'sha sirazi kelibdi mana. Ko'rib turani. Hozir baraka qilamiz o'rtoqlar. Ha, telefon nomerlar. Telefon raqamlarimizni aytamiz 90lik. Mana akalar mo Lasetti ukamiz Rossiyadan kuzatgan ekan, hozir mana ukamizga arzon qilib beramiz. Mana shu ukam keldi mana. Aytavering. 90lik 648 0001, 91lik 193 0001, 93lik 160 99 99, 90lik 525 45 45 raqamlariga murojaat qilinadi. Manzillarimiz bo'ladigan bo'lsa Andijonda O'zbekiston ko'chanib Toshkent stansiyasidanmiz. Andijon, Toshkent stansiyasi. Toshkent, Andijon, Toshkent shunaqa stansiyada savdo qilyapmiz. Undan tashqari barter xizmatlarimiz bor, 3D xizmatlarimiz. Jiguli 06, 07 qanaqadir Damas 1, Damas 2, Nexia 1, Nexia 2 shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, Tikolar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa mashinalarni ham bemalol barter qilaveramiz. Mol qo'ylar bo'lsa ham bemalol olib kelinaveradi akalar. Chet elda yurgan aka-ukalarga omad, sog' bo'linglar. Meni ham bitta gapim bor aka. Mana shu negativ yozayotgan hammasiga ming rahmat aka. Otasiga, onasiga ming rahmat. Bitta ham bir hammasi bor gapni yozyapsiz aka. Negativ bas, negativ yo'q, hali negativ kommentariy yozganlar. Ha, negativchilar o'zi bitta ikkita unaqasi bo'ladi-yu, lekin yo'q, men tushunmaganimni, hali kommentariy yozganlarga otasiga rahmat. Ha, imeni o'qib berganim ham ayting-da. Shu ukam orqada turgan ukam mana shunaqa xalqqa bo'lsin deb bestomon degan mana o'zingizlarning oldingizlarda o'zingizlar ham aytyapsizlar, shu ukangiz topibsiz, erkagini topibsiz ekan, ukam mana shu kameraning orqasida turib xizmat qilyapti xalq uchun. Tinmasdan shu ukamni ham ota-onasiga bitta duo qilib qo'yasizlar akalar. Sizlar uchun harakat qilayotgan ukam. Rostdan ham ekan shu kommentariyalarni ham o'qib, bunday ekan aka, anday ekan deb kam ko'simizni to'xtamasdan to'ldirayotgan ukam shu ukam.
Ashunga aytilyapti, qo'limiz ko'ksimizda akalar o'zlari negativchilarchi ukam. O'zi xalq o'zi adabini beryapti. Enalarni ko'rsatib. Hali gapimiz umuman umrvot. Onasi bilan kelganga $100 addushi beriladi. Barakadan tashqari. Xudo xolasa o'lib qolgunimizcha ekan, o'lgunimizcha Xudo xolasa onalarda xizmatida ekanmiz. Liboy payt mashina sotamizmi, sotmaymizmi, onaxon bilan kelsa 100 so'm addushi chiqarar ekan. Qo'limizdan kelar ekan bu narsa. Inshaalloh hammaga omad, sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Mana shunaqa yaxshi kunlarda, yaxshi mashinalarda Musofirdalarga ham omad hammasiga. Musofirdagilarga hammasiga. Hammalariga. Xo'p. Sog' bo'linglar. Keling uka. Keling,